Makingda. Labi oyijon. Bu nima kelin? Haligi oyijon. Yo'qligimdan unumli foydalanib, bir hafta o'g'lim bilan kayf qilib yashapsiz-da. Yo'q, unchalik kayf qilmadik oyi. Nimaga hamma joy chay? Oyijon, buni hammasiga o'g'lingiz aybdor. Men Parishon. O'g'lingiz siz yo'qligingizda 3 kun o'rtoqlar bilan kontr o'ynashga ketdi. Hodetski, sen hali ham kontr o'ynayapsanmi? Endi bir xato qilib qo'ydim oyijon. Ha, kelin, idish tovoqlar yuvilmagan. Sulaymon o'lib devlar qutulibdi-da. Oyijon, yumoqchi edim. Shunaqa niyatim bor edi. Yegansiz otgansiz. Nimaga yuvmadingiz? Bungacha o'g'lingiz aybdor. San jinnimisan? Idishga men nima aloqam bor? Kecha ko'rib qoldim oyijon, o'g'lingiz o'rtoqlari bilan sigaret chakib